Oyislik janonimning ko'ylagi. Mana aytondan sizlar zor keldi, mana shikalat, mana banan. Rahmat. Voy dadam. Dadam. Ber aka. Tezki ber. Nima qilibdi? Qiyra qochasan. Alo, Hamsiya, tez kelingan o'yin yonga begona kuchuklar kelgan. Hamsiya bu men darvozam oldida banan ko'tarib yuribdi bu. Nima qilyapsan buni darvozasini? Kecha beda bir restorantim shuni pulni olsa kelgandim. Aldama. Loya bular uraylik paxta otizda. Yuring shunday qilib. Yo'q, amaki urmanglar, nima desangiz qilaman. Urmanglar faqat. Nima desak? Nima desangiz ham qilasan? Ha. Murabiy oldiraylik o't toshga. Menga qaraqan. Bitta bizlar muroyil olib berib bilasizmi? Olaman. Yur, oldiman. Yuri. Bana esmamsiz. Mana amakijon Alp Motors'tan ikkita Muraviy oldim. Bittasi sizga, bittasi amakima. Siz minib o'tirgan Muraviy 3 tonna yuk ko'taradi, motor 250 talik. Narxi 26 million. Hech qayerda bunaqa narx yo'q. Mana amakijon siz minib o'tirgan Muraviy 2 tonna yuk ko'taradi, motor 200 talik. Narxi 22,5 million. Bunaqa narxi hech qayerda yo'q. Menga qara. Ha, Buni pulini to'lab qo'ydingmi rostdan? buni pulini to'g'ridan-to'g'ri zavodda to'ladim, chunki zavodning magazini bu. Ha, bitta qo'y. Bitta qo'l. Ha, jigar rahmat. Alo. Ha, bitta mashina yuboring. Romitan svetofordan 500 metr o'tgandan keyin o'ng qo'lda Alp Motorsa. Ha, evakuator uzating bitta. Bo'ldi, kelavering. Hamsiyapda evakuator chaqirdim. Minib ketak bo'lmaydi. Bosib ketamiz, o'zi benzin yo'q. Nimani bosib ketasizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muraviylar bosib ketamiz, aka muraviylar. Pulini kim to'laydi buni pulini? Pulini sariqbacha bermadim. Yo'q, sariqbacha bergani yo'q, hech kim pul bergani yo'q. Buni pulini Uni angim gurbachasi. Hozir 1 minut qani u?